Befoyda gaplardan tilingni tiy. Aks holda ro'zaning savobini yo'qotasan. Ro'za bizni o'ngladimi? Ro'zamiz bizni gunohlardan saqlayaptimi? Ro'za xulq atvorimizni tuzatdimi? Ro'zamiz bizni gunohlardan saqlayaptimi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم Aziz aka-uka, opa-singillar, barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Ramazon kunlari ham tez o'tib bormoqda. Vaqtini g'animat bilib, solih amallarni ko'paytirgan inson eng baxtlidir. Albatta ro'za nafsni tarbiyalash uchun katta madrasa. Ramazon tarbiyalaridan biri tilni yomon gaplardan tiyish va yaxshi so'zlarni gapirishga odatlanish. Banda e'tibor bermasdan Alloh rozi bo'ladigan bir so'zni aytib, yuqori darajalarga ko'tarilishi mumkin. Xuddi shunday e'tibor bermay, Alloh g'azab qiladigan bir so'zni aytib, jahannamga qulashi mumkin. Hadisda aytilgan, kim menga ikki jag'i orasidagi va oyoqlari orasidagi a'zolarini haromdan tiyishga kaforat bersa, men uni jannatga kirishga kaforat beraman. Boshqa bir hadisda keladi, kim botil harom gaplardan va harom ishlardan tiyilmasa, uning yeb ichishdan tiyilishiga Alloh muhtoj emas. Bu hadislar ro'zador uchun qattiq ogohlantirish. Ro'zadorga aytilyapti, befoyda gaplardan tilingni tiy. Aks holda ro'zaning savobini yo'qotasan. Harom gaplar haqiqatdan uzoq bo'lgan har qanday botil gaplar. Haqorat qilish bo'lsin, g'iybat, tuhmat, yolg'on, bular hammasi harom gaplardir. Harom ishlar esa harom narsalarga qarash, harom narsalarni eshitish, birovga zulm qilish, shularga o'xshash har qanday harom ishlardan tiyilish. Demak, hadis ro'zador uchun qattiq eslatma. Har qanday harom narsadan saqlangin. Hadisda aytilgan, ro'za qalqondir. Ya'ni haromlardan to'sadi, gunohlardan himoya qiladi. Bizning ro'zamiz ham shunday bo'lyaptimi? Ro'za bizni o'ngladimi? Ro'zamiz bizni gunohlardan saqlayaptimi? Ro'za xulq atvorimizni tuzatdimi? Sahih hadisda kim ro'za tutgan bo'lsa, behayo so'zlarni gapirmasin va baqir-chaqir qilmasin. Agar kimdir uni haqorat qilsa yoki urishib janjallashsa, men ro'zadorman deb aytsin. Ya'ni ro'zador baqirib ovozini ko'tarishdan ham qaytarildi. Agar birortasi u bilan urishsa, men ro'zadorman deb aytadi. Bu so'z uning o'ziga ham eslatma bo'ladi. Va urishayotgan kimsaga ham ro'zani eslatib qo'yadi. Alloh taolo barchalarimizni hifz himoyasida asrasin va tilimizni yomonliklardan saqlashga Alloh muvaffaq qilsin.